Hijron. Muallif Sevdaliza. Onasining ortidan ko'rinish bergan xotinini ko'rishi bilan shaxt bilan oldiga bordi-da, sochlaridan g'ijimlab xonaga olib kirdi. Iflos. Demak, u o'ynashing ekan-da. Qanjiq, hali o'zingni pokiza ko'rsatib, qiladiganingni qilib yurgan ekansan-da. Temur qizga birinchi zarbani berishi bilan Madina yotoqqa uchib tushdi. Temur qayta kelib qizni sochlaridan tortib o'ziga qaratdi. Oqlamaysanmi o'zingni? Gapir dedim senga. To'xtang, iltimos, hammasini tushuntiraman sizga. Temur qizning gaplariga parvo qilmay yana bir ikki zarba berdi. Tashqarida Saboha topa eshikni urgancha o'g'liga baqirardi. Nima eshitgansiz bilmayman. O'lay agar oramizda hech narsa yo'q. Aldama. Hammasini eshitib kelyapman. Sen bilan o'sha it o'zingcha yemoqchi bo'lgan bechora jiyaning qolib ketibdi. Shu tillaring bilan o'sha kecha uni uyga chaqirganmiding? Og'riqdan kuchi qolmagan qiz zo'rg'a gapirarkan, Temur sira to'xtamasdi. Ikkisi bu ishni atay qilgan. Hech qanday chaqirish yo'q edi. Ular bu ishni qilganda men Toshkentda o'qishda edim. Shundan so'ng uni qaytib ko'rmaganman, ont ichaman. Temur qizning gapidan birdan to'xtadi. Madina ham yig'lashga kuchi qolmay yotar ekan, Temur qizning gaplarini o'ylay boshladi. Chunki chindan ham Madina u paytda Toshkentda bo'lgan va ilk marotaba o'sha paytlarda tanishishgan. La'nat bo'lsin hammangga. Qo'lidagi kamarni bir chetga uloqtirgach, o'zi boshni g'ijimlab yerga cho'kkaladi. Biroz muddatdan so'ng Madinaning ingroq ovozdan qizga qararkan, uning ahvolini ko'rib qo'rqib ketdi. Madina yotoqda deyarli uyqusiz yotgan qizning oldiga kelib, yuzidan yengil urdi. Pastelni qizil bo'lganini ko'rgach, rangi oqarib ketdi. Qizni ko'tardi-yu uydan otilib chiqib ketdi. Yer yutkor. Nimalar qilding? Sho'rim quridi-ku. Uning ortidan kelinini ko'rib Saboha toba baqirib qolarkan, Temur hozir hech nimani eshitmasdi. Uyalmaysizmi? O'lgunicha kaltaklabsiz, bir yo'la o'ldirib qo'ya qolmabsiz-da kasalxonaga olib kelgancha. Shunaqa ham odam bo'ladimi? Shifokor ayol palatadan chiqishi bilan Temurga baqira ketdi. Temur bir tomondan asabiylashsa, bir tomondan xotinidan xavotir olardi. Ahvoli yaxshimi? Bolamchi unga hech narsa qilmadimi? Bolamchi deydi yana yuzsiz. Homilador holida kaltaklayotganingda bola esingizga tushmadimi? Opa, gapiring. Ahvoli hozir yaxshi, lekin homila biroz siljigan. Yaxshiyam 2 oylikdan o'tib olibdi, bo'lmasa saqlab qola olmasdik. Yaxshi qoling. Shifokor ayol Temurga zarda qilib gapirgancha turtib o'tib ketdi. Temur esa bu zarracha ham ta'sir qilmadi. Xudoga shukr, deya yuziga qo'l yugurtirib chuqur uh tortdi. Kechki payt Saboha topa kasalxonaga shoshgancha kirib kelgan o'g'lini so'kkancha kelinining palatasiga kirib ketdi. Temurning yuzi chidamay ko'rishni xohlamadi. Tashqariga chiqib o'ziga tanish raqamga qo'ng'iroq qildi. Nodir, yaxshimisan do'stim? Ha, bir ish bor edi, zarur, shuni bitirish kerak. Sigaretini tutatgancha Nodirga tushuntirish bergach, qayta kasalxonaga kirishni istamadi-da, mashinasiga minib ikkinchi uyga yo'l oldi. Jangdan 2 kun o'tgach, butun O'zbekiston bo'ylab Zafarning ham nomi tanildi. Ammo unga bularning zarracha qizig'i yo'q. Bugun ham trenirovkadan chiqqach, yelkasiga sumkasini ortib, ko'chaning tungi chiroqlari ostida ketayotgan yigitning xayolida haliyam o'sha kungi nigohlar ketmasdi. Zafar o'ziga o'zi kulgancha yo'lda ketarkan, qarshisidan boshga kepki kiyib olgan kamida 5 ta yigit chiqdi. Sen ekansan-da yangi chempion? Zafar ularga zimdan qararkan, ularning holatidan o'zi ham kurashga tayyorlik ko'rdi ichidan. Ammo soniyalar orasida boshlanib ketgan bu jangda Zafarning kuchi ularning oldida ojizlik qildi. Kuchi yetganda esa orqa miyasidan tayoq bilan berilgan kuchli zarba sabab yerga quladi. Temur senga salom aytdi.
So'ngida tanasidan va bosh qismidan olingan bir nechta zarba tufayli uning ko'zlari yumildi. Yomon tush ta'sirida uyg'onib ketgan Madina nim qorong'u holdagi palataga ko'z yugurtirdi. "Yaxshimisan?" Oldida unga suv uzatgancha eri turardi. Qizning yuragi g'alati tarzda urib ketdi. Madina suvni qo'li bilan turtib rad etdi-da qayta joyiga yotdi. "Madina, menga gapirmang iltimos. Mendek bir qiz sizdek pokiz yigitga arzimaydi. Ketganingiz yaxshi, o'sha kungidek bu yerda qolishingiz shart emas." "Bilaman. Judayam katta xato qildim. Shuning uchun yana kechirim so'raysiz. Charchamadingizmi? Siz nimani aytasiz o'zi? Sizga mening o'tmishim qiziqmi shunchalik? O'sha kuni bolamizdan ayrilsak nima bo'lardi? Bema'nigarchilik, axir bu bola faqat menga kerak-ku. Siz uchun hatto uning ham qizig'i yo'q." "Doktor, bolamning ahvoli yaxshimi?" Salima opa palatadan chiqqach, shifokorning oldiga kelib so'radi. Yig'lagancha o'zini qo'yarga joy topolmayotgan ayolga qarab, shifokor chuqur xo'rsindi. Boshidan kuchli zarba tufayli ko'p qon yo'qotgan. Hozir ahvoli barqaror, bu yog'ini o'ziga kelgach bilamiz. "Ko'rsam bo'ladimi?" "Yo'q xola, hozir mumkin emas. Uyingizga keting, yaxshisi ertaga kelasiz, bu yerda qolmang." Shifokor Salima opaga qarab rahmi kelib gapirarkan, Salima opa yig'lagancha yo'q deya kasalxonada qoldi. Bozor rastalardan tug'iladigan chaqaloq uchun kiyim xarid qilgan juftlik o'zida yo'q xursand edi. Albatta Javohirdan tashqari. "Javohir aka, qarang, mana bu ham chiroyli ekan-a?" Javohir shunchaki qizga kulib qo'ydi. Jasmina esa ko'ziga chiroyli ko'ringan kiyimlarni xarid qila boshladi. Shu payt yuqoridan qizalog'ini ovozini eshitgan Javohir yuqori qavatda uni izlay boshladi. "Amaki, menga bunisidan ham olib bering." Zulayho bir erkakning qo'lidan tutgancha o'yinchoqni ko'rsatarkan, birozdan so'ng esa qo'lida chaqalog'i bilan Zuhraning o'zi ham keldi. "Zulayho, men senga nima degandim? Juda tarbiyasiz qiz bo'lyapsan. Qo'yaver, qizimga hamma narsani do'koni bilan olib beraman." Zulayxoni yuzidan o'pgancha Zuhraning qo'lida Islomni ko'tardi. "Qani toychog'im, o'zimga kelsin-chi?" Ularni pastdan kuzatib turgan Javohirning ko'zlari qizardi. Qo'lida setgan narsalarni uloqtirgancha yuqoriga chiqib ketdi. Jasmina ortiga qaraganda erining yo'qligini ko'rdi. Zuhra qizini qo'lidan tutgancha yonidagi yigit bilan pastga tushayotganda qarshisidan kelayotgan Javohirni ko'rib biroz hayiqdi. "Javohir aka, sen iflos kimsanki meni o'g'limni bolam deydigan?" Javohir Zuhraning yonidagi yigitga musht tushirganda yiqilmasidanoq qo'lida Islomjonni tortib oldi. "Mahmud aka, yaxshimisiz?" Zuhra esa labi biroz qonagan yigitni o'rnidan turgizishga yordamlashardi. Shu munosabat bilan Javohir ilk bor o'g'lini bag'rida his qildi. Ilk bor uning iforidan tuydi. Mitti Islomjon uni begona sirab yig'larkan, Zuhra shaxt bilan o'g'lini tortib oldi. "Qanday haddingiz sig'di? Aslida sen qaysi jur'ating bilan begona erkak yonida yuribsan?" Zuhra o'g'lini bag'riga olgach, sobiq eridan gap eshitarkan, uning bo'lajak eri esa "xih" deb kulgancha unga ham musht tushirdi. "U mening xotinim bo'lgandan keyin yonimda bo'ladi albatta. Yonimda ham, uyimda ham, yotog'imda ham u bo'ladi." Javohir bu gaplarni hazm qila olmay Mahmud bilan yoqalashib ketdi. Zuhra qo'lida bola bilan ikkisini ajrata olmasdi. Jasmina esa qornini qappaytirgancha yuqoriga chiqargan eri bilan boshqa erkak mushtlashayotganini ko'rib, o'rtaga tushishga harakat qildi. "Javohir aka, bas qiling." Jasmina ham Zuhra ham ularga baqirarkan, so'ngida bir nechta erkak ikkisini ajratib oldi. "Javohir aka." Jasmina erining pinjiga kirarkan, Zuhra ikkisini ko'rib, ko'zdagi yoshlarni artdi. "Sen bilan hali gapimiz tugamadi. Agar yana bir marta bolalarimni yoki erimni yonida seni ko'rsam, o'zingdan ko'r. Seni militsiyaga topshiraman.
Mana bu xotinchang esa yolg'iz qoladi. Yana yolg'izlikdan boshqasini pinjiga kirib ketmasin, xuddi menga qilganidek. Zuhra bu gal alam bilan Javohirni sensirab gapirar ekan, Javohir qizning jasoratidan lol edi. Jasmina ham bu gaplarni hazm qila olmay Zuhra gapirardi, ammo Zuhra eri bilan allaqachon bu yerni tark etgandi. Javohir ular ketgan tomonga qarab asabiy qizni o'zidan itardi. Jasmina eriga qararkan Javohir sochlarini g'ijimlab u yoqdan bu yoqqa yura boshladi. Atrofdagilar ularga bir-bir qarab o'tardi. "Ming la'nat bo'lsin senga!" Qizga qarab baqirdi Javohir. Jasminani tanasini qo'rquv egallarkan, qornida sim-sim og'riq paydo bo'ldi. "Javohir aka!" Qizning past chiqqan ovoziga ham e'tibor bermay ketib qoldi Javohir. Jasmina qornini ushlagancha panjaraga suyanarkan, ostidan ketgan suvdan qo'rqib ketdi. "Yordam beringlar!" Harakatlana olmay qiz yerga tizzalab o'tirib qoldi. Qornidan og'riq kuchayarkan, atrofdan hech kim unga yordam bermasdi. Oxiri Jasmina hushini yo'qotdi. Bir necha soatdan so'ng "Jasmina Sobirovaga keldim. Ahvoli qanday?" Javohir xotini haqida eshitgach, tezda kasalxonaga yetib kelgandi. "Unga kim bo'lasiz?" Eriman. Shifokor degancha ko'zoynagini yechib unga tikilarkan, sekin gap boshladi. "Xo'sh, xotiningizni ahvoli og'ir edi. To'lg'oq boshlanganiga ancha bo'lgan, ammo vaqtida olib kelinmadi. Siz qayerda edingiz o'sha payt?" "Xullas, biz bolani saqlab qola olmadik, chunki bizga olib kelinganda bola quruqlikda qolib ketgan, ham yo'ldoshga o'ralib qolibdi." "Alloh sabr bersin sizga." "Tamom." Javohirning ham so'nggi umidi puchga chiqdi. Farzandi va ayolidan ayrilgan erkak o'zini Jasmina bilan va tug'ilajak o'g'li bilan ovutib yurganda, ammo u ham ketdi. "Hayotim barbod bo'ldi. Ko'p gunoh qildim. Gunohlarim uchun hali tug'ilmagan bolam tovon to'ladi. Qilgan ishlarimni endi anglab yetyapman, ammo erim deb atalmish bu iflos esa haligacha tavba qilmadi. O'sha kundan beri ichib kelib alamini mendan oladigan bo'lgan. Doim oilasini buzganlikda ayblab, bolasini ham men o'ldirganimni aytadi. Hatto yuzsizlarcha Zuhraning to'yiga ham borganda bukkuncha ichgandi. O'sha kecha o'lishimga oz qolgandi. Men pushaymonman. Kvartirada yolg'iz o'tirarkanman, negadir bu uy meni bo'g'ib borardi. Shunda o'zimcha xatolarimni anglab yetdim. Men Madinaga yomonlik qilganimda u ham bolasi bilan o'lishga sal qolgandi. Ammo mana qaytar dunyo deganlari shu bo'ldi. Qo'limga telefonimni olib, Madinaga qo'ng'iroq qilgim keldi. "Alo. Yaxshimisan Madina? Bu men, Jasminaman. Sen bilan ko'rishib olsak bo'ladimi? Iltimos, aytadigan gaplarim bor edi senda." Qizdan rozilik olgan Jasmina tezda kiyinib chiqdi. Madina ham ayni o'z viloyatida edi. Chunki otasining birdan insult olishi hammani sarosimaga tushirib qo'ygandan beri qiz eri bilan shu yerda edi. "Yaxshimisan Madina?" Kafega kirib kelgan qizni ko'rishi bilan o'rnidan turib quchoqlashib ko'rishdi. Ammo Madina haligacha jim edi. Jasmina qizning biroz to'lishgan qorniga qarab, ko'ziga yosh keldi. "Bolang uchun afsusdaman." "Jasmina, Allohning irodasi ekan. Hali yana ko'p farzandlaring bo'ladi. Balki bolam onasining gunohlari uchun tovon to'ladi. Bilasanmi nima uchun? O'sha kuni xuddi shu kafeda ering bilan ko'rishgandim. O'sha kuni men seni yomonlab, eringga yolg'on gapirgandim. Meni kechir, juda qattiq pushaymonman." Jasmina qizga qilgan hamma ishlarni aytib berarkan, Madina eshitganlarga ishona olmasdi. Ham g'azabda, ham hayratda bo'lgan qiz nima qilishini bilmay qolgandi.
Oxiri chidolmay o'rnidan turdi. Shuncha ish qilibsan, ammo kechirim so'rashingga kech emasmi? Qancha odamni baxtsiz qilding axir. Bechora tug'ilmagan bolang ham uvol ketib aslida. Mayli, xatoyingni anglab yetganing uchun xursandman. Xayr, qaytib ko'rishmaylik iltimos. Madina ko'z yoshlarini artgancha kafedan chiqib ketdi. Ko'chada mashina ichida kutib turgan Temur esa qizni chiqishi bilan mashinadan tushdi. Yaxshimisan? Madina shunchaki yeriga bosh silkib qo'ydi xolos. Hech narsa demadimi senga? Yo'q, shunchaki menga qilgan yomonliklar uchun kechirim so'radi, hammasi uchun. Temur jilmaygancha qizni bag'riga bosib, keyin mashinaga mindirdi. Ahvoling yaxshimi? Holsizgina stolda o'tirarkanman, onam uyda baqirib yig'lardi. Men ham yig'laganimdan ko'zimda yosh ham qolmagandi. Otamni qabrga qo'yib kelgan Temur akam yonimda hozir bo'ldi. Mening esa na gapirishga va na harakatlanishga kuchim bor edi. Yur, uyga olib kiraman. Dam olishing kerak. Mumtoz, opangni ichkariga olib kir. Singlim keldi-yu, bir tarafimdan olib meni xonamga kirgizdi. Ortimdan esa darrov qaynonam yetib keldi. Qaynonamga zarracha ham bu ta'ziya qiziq emasdi. Uning xavotiri faqat men edim. To'g'rirog'i qornimdagi bola edi. Hay Mumtoz begim, siz opangizning yonida bo'ling, xo'pmi? Bilasiz, homilador, ko'p siqildi, yana bolaga bir narsa bo'lmasin, xo'pmi? Singlim ham menga bir qaradi-yu, qaynonamga xo'p deb qo'ya qoldi. O'g'lingizda og'ir Alsgeymer kasalligi rivojlanib ketgan. Boshdan aniqlab operatsiya o'tkazishimiz kerak edi, ammo hozir bu imkonsiz. Salima opa o'g'li haqida shifokordan bunday tashxislarni eshitarkan yig'lab yubordi. Shifokorning umid yo'q degan gaplari uni butkul sindirdi. Katta o'g'li Javohirdan hatto darak ham yo'q. Palatada hamon hushsiz yotgan o'g'lini ko'rgan Salima opa unga uzoq tikildi. So'nggi oylarda o'sha mudhish kundan so'ng Zafar xotiraning tez-tez yo'qolishi sodir bo'lardi. Ammo buni ahamiyatsiz qoldirgan yigit so'nggi kunlar hatto chaqaloqdek bo'lib qolardi. Bugun esa burnidan qon ketib hushdan ketganidan so'ng shifokorlar Zafarga Alsgeymer tashxisini qo'yishdi. 2 kun o'tib, qizim, endi sen uyingga bor. Shusiz ham ko'p siqilding. Eringga aytdim, bora qol. Yaxshilab dam olishing kerak. Nabiramni asra. Oyi, hozir ko'nglimga hech narsa sig'maydi. O'ylama bolam, sen o'ylama. Shu ham boshimizda bor ekan, afsuski. Laylo opa boshdagi ro'mol chetini yuziga bosgancha yig'lardi. Madina, tura qol. Narsalarni joyladim, ketamiz. Xayrlashib ol. Temur qizning oldiga kelib gapirdi. Madina shuncha tezmi degandek qaradi. So'ngra qizning onasi bilan xayrlashishiga qadar kutdi. Soat kechki 21lar atrofida yo'lga chiqqan juftlik soat tongi 2lar atrofida Toshkentga bordi. Madina allaqachon uxlab qolgandi. Temur mashinasini garajga qo'ygach, sekin qizni ko'tarib uyga olib kirdi. Keldikmi? Uyqu aralash yigitning quchog'ida gapirdi Madina. Ha, keldik. O'zlarining xonasiga kirishgach, sekin qizni yotqizdi. Vitaminlaringni ichmading, Madina? Ertaga ichaman. Qayta uyquga ketgan qizning oldiga yotdi Temur. Javohir ertalab soat 10 ga yaqin uyg'ongach, dush qabul qilib chiqdi hamki, uyda qizning iforini sezmadi. Allaqachon ro'zg'or davom etsa-da, xonalar alohida bo'lgandi. Javohir Jasminaning xonasiga bir nazar tashladi, ammo qiz xonada yo'q edi. Oshxonaga ham chiqdi, ammo bu yerda ham Jasmina yo'q edi. Shunda muzlatgichda yopishtirilgan qog'ozga ko'zi tushdi. Xayrli tong, Javohir aka. Bilaman, hozir meni qidirayotgandirsiz, balki yo'q, ammo men bu uydan ham, sizdan ham ketdim. Bizning qilganlarimiz boshdan xato edi, ammo men buni kech angladimki, siz anglamadingiz.
Oilangizni barbod qildingiz. Bunda mening ham hissam bor, ammo men bularni sizni sevganim uchun qilgandim. Afsuski bu sevgi o'tkinchi edi. Siz meni sevmasangiz, shunchaki foydalandingiz. Endi o'rtamizda hech narsa qolmadi. Men sizdan yashirincha bo'lsa-da, o'z baxtimni bu safar chindan topdim deb o'ylayman. U bilan ketdim. Ortiq meni izlamang, xayr. Javohir bu so'zlarni o'qirkan g'azabdan qog'ozni yirtib tashladi. Balki unga alam qildimi, qattiq g'azablandi. Chunki u oilasidan, ishidan, hamma narsasidan ayrildi, ammo tavba qilmadi. Gunohlari uchun. Butunlay yolg'iz qolgani esa unga qattiq zarba bo'ldi. Ertalab uyg'onganimda qornimda biroz og'riq bor edi. Homiladorlikda ham shunaqa bo'ladimi? Zo'rg'a o'rnimdan turdim. Oqila, o'sha xizmatchi qizni chaqirgancha yotoqqa o'tirarkanman, u ham kirishi bilan meni ko'rdi-yu, darrov javondan dorilarimni olib berdi. Yana og'riq bormi, opa? Mana dorilaringiz, iching tezda qoladi. Siz yoting, men issiqini sho'rva solib qo'yaman, quvvat bo'ladi. Xuddi u aytganidek dorimni ichishim bilan yotoqqa cho'zildim. Uyda yerim yo'q. Ishda. Qaynonam esa hali Samarqandda. U ham tez orada yugurib keladi. Hech kimni ko'rishni istamayapman. Otamdan ayrildim, ammo o'z uyimda yalpayib yotibman. Onamning yonida bo'lib dalda berish o'rniga. Qizingiz qani? Oygul opa darvozaning ovozidan shoshgancha yugurib chiqqanda qarshisida kuyovni ko'rib rangi o'chdi. Javohir qaynonasini ko'rishi bilan shu savolni berdi. Nimani aytyapsiz? Nimalar deyapsiz? O'ldiraman, eshityapsizlarmi? Qayerdaligini ayting. Ho, yana nima qilasiz? O'zingizcha qizimni rasvoyi olam qilib olib ketding. Endi mendan so'rayapsanmi? Xotining bilan ajrashganingdan buyon ko'rmadim uni. Onam bor, meni demadi, meni ham qizim o'sha ondan o'lib bo'lgan. Oygul opa baqirgancha Javohirning yuziga darvozani yopib qo'ydi. Javohir asabiy eshikni mushlab qoldi. 5 oydan so'ng